O'zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g'alaba qozondi. Okean ortidan o'zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy shov-shuvli va tarixiy xushxabar yetib keldi. Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkda yig'in o'tkazayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Yevropa Grandi Niderlandiyaga qarshi ikkinchi maxfiy nazorat uchrashuvida maydonga tushib, raqiblarini tiz cho'ktirishga muvaffaq bo'ldi. Dunyo futboli afsonasi Fabio Cannavaro boshqaruvidagi oq bo'rilar maydonda haqiqiy jasorat va yuksak mahorat namoyish etib, kuchli raqib ustidan 2-1 hisobda ulug'vor g'alabani rasmiylashtirdi. Bu zafar O'zbekistonning bo'lajak mundial oldidan ruhiy holatini keskin ko'tarib yuborishi shubhasiz. Har ikki jamoa ustozlarining o'zaro kelishuviga binoan ushbu bahs yopiq eshiklar ortida, ya'ni muxlislar va ommaviy axborot vositalari xodimlarisiz o'tkazildi. Hamda uchrashuv formati biroz o'zgartirilib, har bir bo'lim 30 daqiqadan iborat etib belgilandi. Shunga qaramay maydondagi kurash shiddati rasmiy o'yinlardan aslo qolishmadi. O'zbekiston tarkibida yuksak mahorat ko'rsatgan iste'dodli va chaqqon futbolchilar Azizbek Amonov hamda Avazbek O'lmasaliyev raqib darvozasini aniq nishonga olib, ushbu tarixiy g'alaba gollariga mualliflik qilishdi. Yevropaliklar esa bu gollarga faqat bir marta javob qaytara olishdi xolos. Murabbiylar shtabi ushbu sinov bahsida jamoaning deyarli barcha a'zolariga imkoniyat taqdim etdi va taktik sxemalarni jiddiy ko'rikdan o'tkazib oldi. Mazkur uchrashuvda O'zbekiston sharafini quyidagi futbolchilar himoya qilishdi: Ergashev, Ne'matov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, O'lmasaliyev, Rahmonaliyev, Jaloliddin, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskandarov va Hamdamov. Har bir chiziqda namoyish etilgan tarkibli o'yin yakunda o'z mevasini berdi va o'zbek futboli tarixida yangi sahifa ochdi.